Menga taklifotga ko'ra ijobat qilib kelgan mehmonlar mana bugunlik kunda bu xonadonda shodiyona xursandchilikki 63 yoshga kirganliklarini shukronasiga qadrdonlarda bir taklif qilinib bir duo bo'lib bo'lsa degan maqsadda mana jam bo'lib turibmiz. Alloh taolo bu akamizni umrlari uzun, rizqlari uzun bo'lib, farzand va nabiralarga bosh bo'lib, duogo'y bo'lib yurishlarini Alloh muyassar aylasin. Biz suhbatni boshladik. Bu oldilarimizga qo'yilgan taomlar, noz-ne'matlar faqatgina tanovul qilishlik uchun qo'yilgan. Ko'ngillarimiz xohlaganicha tanovul qilib, faqatgina shuncha gaplashmasdan tursak, bir ikki og'iz suhbat qilamiz. Suhbatimizni Eshonli Huvaydo bobomizni bir baytlari borki, aytganlar: muhabbatdan muhabbat bo'lur paydo, muhabbatsiz kishidan qochgin Huvaydo deganlar. Buni ko'p odam ayollarga ishlatadi. Yo ayollar erkaklarga ishlatadi. Nima uchun desa, uni mehrini, muhabbatini qozonishlik uchun. Yo o'zida unga bo'lgan muhabbatni bildirishlik uchun. Undan bo'lsa o'sha muhabbatga yarasha javob bo'lmasa shu baytni ishlatadi. Bu o'zi kimga ishlatilgan desa, bu ishlatilgan Alloh va uni rasuli ummatlari va bandalarga ishlatilgan. Ya'ni buni kengaytiradigan bo'lsak, Alloh bandalarini yaxshi ko'rdi, muhabbat qildi. Siz va bizni Alloh yaxshi ko'rganligi uchun otamizni pushti kamarida saqlab qo'ydi bizni. Agar saqlamagandachi, otamiz uylanmasdan turib tushib ketganda nima bo'lardi? O'ylash kerak-da keng qilib. Xudo yaxshi ko'rganligi uchun sizni bizni pushti kamarda saqlab turdi vaqti soatiga jo'r. Qachoniki otamiz onamizga uylandi, ana biz dunyoga keldik. Endi onamizni qonida yotganimizda ham Allohni yaxshi ko'rganini qarangki, kechasi-yu kunduzi aylantirib turdi. Bir joyda tursa aynib qolardi. Allohni yaxshi ko'rishini qarangki, onamizni qonida turganimizda biz o'ylamagan tarafimizdan rizqimizni yetkizdi. To'g'rimi? Onani qonida bitta jismning ichida bitta jism rivojlanyapti, yeyapti, ichyapti, najosat qilyapti o'ziga yarasha nimasi. Ana bizni Xudo yaxshi ko'rdida rizqimizni onamizni qonida bo'lsa ham yetkizdi. Allohning muhabbati, Allohni yaxshi ko'rishini qarangki, dunyoga keldik. Dunyoga kelganimizda 7 muchchamizni sog' qilib Xudo keltirdi. Bu nimadan? Yaxshi ko'rganidan. Va Allohni yaxshi ko'rishini qarangki, dunyoga keldik-ku, otamizni ham, onamizni ham mehrini bizga qo'yib qo'ydi. Ana ota-onani mehrini tufaylidan issiqda qolib ketmasdan, sovuqda qolib ketmasdan bizni parvarish qilishdi. Kiyintirishdi, yedirishdi, ichkizishdi. Allohni qarang yaxshi ko'rganliginiki, siz va bizdan boshqalarga ilhom qilmagan narsani siz bizga ilhom qildi. Nima desa, yeydigan taomlarimizni qarang. Birortasi aralashib ketganmi? Suyug'i, qo'yug'i, noni alohida, mevalari alohida. Insondan boshqa qaysi hayvonotga alohida ovqat berilyapti? Torvuzni qizilini yesak-ku, po'chag'ini hayvon yesa. Qovunni shirinini yesak-ku, po'chag'ini hayvon yesa. Ovqat yeyotgan hayvonning ovqatini ko'ringda, nimalar bor ichida. Siz bilan manchi desa, siz bilan menda alohida. Allohni yaxshi ko'rishini qarangki, yeydigan taomimizni tepaga ko'tarib yeguvchi qilib qo'ydi. Yerga bulab yeguvchi qilib qo'yganda nima qilardik? Allohni yaxshi ko'rganini qarangki, kiyim kiyguvchi qildi.
Allohni bizni yaxshi ko'rganini qarangki, imoratlar qurib, imoratlarni ichida yashaguvchi qildi. Inson va jindan boshqa biror bir maxluqotni siz bilan mandaqa kiyib, siz bilan mandaqa uylarda yashayotganini ko'rdikmi? Bu nimadan desa, bu muhabbatdan. Endi siz bilan biz bu muhabbatga qanday javob beryapmiz? Allohni qarangki yaxshi ko'rganini biz nima so'rasak beryapti. Chunki yaxshi ko'rgan inson yaxshi ko'rgan insonini aytganini qiladi. Aytganini qiladi. Alloh bizni yaxshi ko'rar ekan, biz xotin so'radik, Xudo berdi. Farzand so'radik, berdi. Uy-joy so'radik, berdi. Rizq so'radik, berdi. Markab, mashina so'radik, berdi. Yana nima qilib berish kerak? Biz Allohni yaxshi ko'ramizmi desa, hayam devormen, yo'q ham devormen. Nimaga? Yashashda yaxshi ko'rmaganga o'xshab yashayapmiz u, ko'rinishda yaxshi ko'rganga o'xshab yashaymiz-da. Alloh aytganini biz qilyapmizmi? Xo'p, biz Alloh aytganimizni qilyapmiz. Kasal bo'lsa, shifo ber desa, shifo beryapti sabab bilan. Biz Xudoda nima aytganini qilyapmiz. Ana shuni aytilyaptiki, muhabbatdan muhabbat bo'lur paydo. Bizga Alloh muhabbat qilyapti. Endi muhabbatdan biz shuni tushunib turib, biz muhabbat qilishimiz kerak. Agar muhabbatga yarasha muhabbat qilmasak-chi, qochgin Huvaydo deydi. Qoch betdan desa nima deymiz? Qaqa qochamiz qiyomat kunida. Ey Robbim deb Xudoning huzuriga borsak-ku, Xudoy taolo, ey bandam, men seni yaxshi ko'rib, otamizdan, onamizda hamma yo'qni gapirib turib, minnat qilib turib, shularni evaziga sen nima olib kelding? Muhabbatimga yarasha muhabbat bilan javob qildingmi desa, nima deymiz? Yo'inki mana payg'ambarimizni qarang. Muhabbatdan Rasulullohning muhabbatlarini qarang. Ruhoniyat olamida tarozini 3 ta pallasiga 3 ta o'g'illarni qo'yilib, bir pallasiga bo'lsa butun ummatlarini qo'yib, tanlang yo habibim, yo do'stim, ummatingizni tanlaysizmi, farzandingizni tanlaysizmi dedi. Rasululloh hech ikkilanmasdan ummatim dedilar. O'sha ummat kim? Siz bilan men. Farzanddan ko'ra qarang, yaxshi ko'ryaptilar, muhabbat qilyaptilar. Kimga? Siz va men ummatga. Payg'ambarimiz dunyoga kelib, hali tanalari qurimasdan turib, ummati, ummati dedilar. O'sha ummat kim? Siz bilan men. Ummatiyning ma'nosi nima desa, ey Alloh, meni payg'ambar qilar ekansan, menga ummat berar ekansan, shu ummatni qiyomat kunida shafaat qilishlikni menga bergin deb yig'lardilar. O'sha ummat bizmi? Qani endi muhabbat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 18.000 olami yaralishiga sababchi bo'lgan bo'lsalarda, ketma-ket 2 kun arpa unidan bo'lgan nonni yemagan ekanlar. Nimaga? Yo'qlikdan. 18.000 olamni yaralishiga sababchi bo'lgan bo'lsalarda, qorinlarga yapaloq tosh baylab yurardilar. Tog'lar, toshlar toshni ko'rib, "Ya Rasululloh, xohlang qizil oltinga aylanaylik, bizni sarf qiling, ishlating" desa, Rasululloh aytar ekanlar, "Men sizlarni tilloga aylantirib olib, sarflab olib, qiyomat kunida sarflagan tilloyimni barobariga bu gunohkor ummating jannatga kirmaydi" desa, o'sha gunohkor ummatga qaysi yuz bilan qarayman? Kerak bas degan ekanlar. Vaholanki Rasululloh ochidilar. Bu nimadan bu? Rasululloh bizni yaxshi ko'rishlaridanmi? Farzandlar dunyoga keldi, u ruhoniyat olamida edi tanlashlik. Dunyo olamida-chi, jismoniy olamda-chi, moddiy olamda-chi. Payg'ambarimiz uylandilar Xadicha Kubro onamizga. O'g'il ko'rdilar. Ismini, otalarini ismi bo'lgan Abdulloh deb qo'ydilar. Go'dayni chaqaloqligida olib keldilar Xadicha Kubro onamiz. "Ya Rasululloh, ya Rasululloh,
O'g'lingizni qarang, istimaga yonib kuyib turibdi. Qo'llariga oluvdilarki, Azroil alayhissalom, "Ya Rasululloh, shu farzandingiz qolsin. Ummatim emas, farzandim din." Rasululloh, ummatimni yuziga qanday qarayman? Farzandini ummatidan ko'ra ham yaxshi ko'rgan ekan degan malomatni men ko'tarmayman. Men ummatimni farzandimdan ko'ra yaxshi ko'raman. Ummatim dedilarki, bolani jonini Alloh sug'urdi. Bola bo'lsa mo'ltillab Rasulullohga qarab, "Qani otam meni tanlarmikin yo ummatini tanlarmikin?" deb turgan joyda ummati tanlovdilarki, bir tabassum qildilarda jon topshirdilar. Rasululloh yig'lab qabrga qo'ydilar. Yana bir necha yil o'tib yana o'g'il ko'rdilar. Ismini Qosim deb qo'ydilar. Bir rivoyatda Tohir deyiladi. U go'daydi ham chaqaloqliklarda onalari ko'tarib keldi. "Ya Rasululloh, ya Rasululloh, o'g'lingizni qarang, istimaga yonib kuyib turibdi." Qo'llariga oluvdilarki, yana Azroil alayhissalom, "Ya Rasululloh, ummatim emas, farzandim din, hozir shu farzand tuzaladi." Rasululloh, "Ummatim" dedilar. U go'day ham bir tabassum qildi-da jon topshirdi. 3-chi farzandlari 50 yoshdan o'tganlarda ko'rdilar. Ismini Allohning do'sti, xalili bo'lgan Ibrohim alayhissalom ismlarini qo'ydilar. Ibrohim deb. Go'day juda chiroyli, xushbichim bola chaqaloq edi. Moliya Qibti onamiz olib kelib qoldilar. "Ya Rasululloh, o'g'lingizni qarang, istimaga yonib kuyib turibdi." Rasululloh qo'llariga oluvdilar. Azroil alayhissalom, Jabroil alayhissalom, "Kelinglar, keldik." Nima keldilaring? Agar biz kelganlik sababimizni aytsangiz, siz xafa bo'lib qolasiz, yig'laysizda. Aytinglar, ummatimga do'zax xabarini olib keldilarmi? Yo'q. Qiyomatda alomatini olib keldilarmi? Yo'q. Aytavringlar, xafa bo'lmayman. Qo'lingizda turgan, istimaga yonib turgan Ibrohimning jonini olgani keldik. Ya Rasululloh, ummatim emas, farzandim din, shu farzandingiz qolsin. Ummatim dedilar. Jon sug'urish boshlandi. Boshmaldag'dan, tovondan, tizzadan kindikka kelganda bola chidalmay qoldi. Shunda Rasululloh bolaga qarab, rahmlari kelib, "Ya Jabroil, ya Jabroil" dedilar, tashqaridan ovoz keldi. "Labbay ya Rasululloh, do'stmisiz? Yonimda turmaysizmi?" Farzandim jonini topshirayotgan payt dalda bo'lib, "Ya Rasululloh, siz inson ekansiz, chidayapsiz, men farishta bo'lib chidalmayapman. Ummatim emas, farzandim din, shu farzandingiz qolsin." Hargiz bu duoni qilmang. Men sizni bu yerga chaqirganim, Azroilga ayting, o'g'limni jonini Allohga berdim-u, qiynamasdan olsin Azroil dedilar. Shunda Jabroil alayhisalom ko'rdilarki, Rasulullohning rahim nimalari urib turibdi. "Ya Rasululloh, siz duo qilmasangiz men duo qilaman. 7 qavat osmonda farishtalar amin deb turishibdi. Shu farzandingiz qolsin. Hargiz u duoni qilmang yo Jabroil" degan ekan. Go'day bo'lsa, otalariga termilib turibdi. Tanlashlik yo'q. Hozir ummatim emas, farzandim desalar tuzaladida, katta inson bo'lib voyaga yetadi. Farzanddan ko'ra insonga azizroq narsa bormi? Rasulullohni yaxshi ko'rishliklaridan farzandga ummatni almashyaptilarmi? Ummatim dedilarki, jon sug'urildi. Rasululloh yig'ladilar. Yuvib kafallab qabrga qo'yganlarida ovozlari qattiqroq chiqdi. Sahobalar yugurib kelishdi. "Ya Rasululloh, nima bo'ldi sizga? Ya Rasululloh." Rasululloh aytdilar, "Omonat berganida Xudo omonatini oldi." "Ya Rasululloh, bizni yig'lashdan qaytarib o'zingiz yig'layapsizmi?" Rasululloh aytgan ekanlar. "Agar meni boshimga kelgan bu musibatni butun ummatimning boshiga qo'yilsa, ummatim chidamaydi. Lekin men sabr qilaman, umid qilaman. Hali ummatim ichidan shunday o'g'lonlar dunyoga keladilarki, 3 ta o'g'lim o'rnini bosadigan, shular bilan men faxrlanaman" dedilar. Biz ummatning o'g'lonimizda mana qarisi ham, yoshimiz katta bo'lsa ham, erkak bizda, ummatning o'g'lonimizda
qiyomat kunida Rasulullohning muborak kaftlarini ushlab turib, o'sha oxirgi farzandingiz vafot etganda umid qilodingiz. Ummatim ichidan o'g'lonlar dunyoga keladi. Shular bilan men faxrlanaman, 3 ta o'g'lim o'rnini bosadi deb. O'sha o'g'lon menman deb Rasulullohning muborak kaftlarini ushlamizmi? Rasululloh tanimayapmiz u. Namoz o'qimayapmiz u. Endi qiyomat bo'ldi deyin. Har bir ummat payg'ambarini oldida tiriladi deyiladi. Siz ham biz alhamdulillah la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedikmi, payg'ambarimiz oldlarida tirilamiz. Endi Rasulullohning oldlarida faqat biz bas Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Ali 3 ta chaqaloq ham turadi. Yoshligida biz ummatga almashilgan chaqaloq ham o'tiradi. Biz ahvolimizni ko'radi. Bizi holi hayotimizni ko'rsatiladi. U go'daylar Rasulullohga, "Ya Rasululloh, shu ummatlaringiz uchun bizni almashuvdingizmi? Ummatlaringiz ahvolotini qarang" deb sizni bizni ko'rsatilsa, Rasululloh qanday holatga tusharkanlar? "Ya Rasululloh, biz ham 7 muchamiz sog' bo'lib dunyoga kelib, bizni ham yashagimiz keladi. Siz bo'lsangiz bu ummat uchun almashuvdingiz. Ummatingiz ahvolini qarang. Bir kunda bir esladimikin? Mana hozir soat 9 bo'layotgan bo'lsa, biz Rasulullohni esladikmi? Yaxshiyam namoz bor ekan, salovat aytyapmiz, eslayapmiz. Agar namoz bo'lmaganda-chi, salovat aytmasdik, eslamasdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kunlardan bir kun Hazrati Alidan so'radilar. "Ya Ali, labbay ya Rasululloh, Allohni yaxshi ko'rasizmi?" "Ha." "Meni yaxshi ko'rasizmi?" "Ha." "Xotiningizni yaxshi ko'rasizmi?" "Ha." "Farzandlaringizni yaxshi ko'rasizmi?" "Ha." "Ya Ali, bitta qalbingizga 4 ta narsani muhabbat qanaqa qilib sig'adi? Kichkina qalbingizga." O'ylanib qolgan ekan. Uylariga kiruvlar, Fatima Zahra onamiz so'radilar. "Ya Ali, nimaga xafa bo'lib turibsiz? Rasululloh bilan gaplashib turgan edik. Rasululloh so'radilar. Allohni yaxshi ko'rasizmi dedilar? Ha. Meni dedilar? Ha. Xotiningizni dedilar? Ha. Farzandlaringizni dedilar? Ha. Desam, bitta qalbingizga 4 ta narsani muhabbati qayerdan sig'adi? Ya Ali dedilar. Shunga o'ylanib qoldim dedilar. Aytmadingizmi? Allohni xudoligi uchun yaxshi ko'raman, sizni payg'ambarligingiz uchun xotinimni shahvatim bilan, farzandlarimni shavqatim bilan yaxshi ko'raman demadingizmi dedilar. Haqiqat dedilar. Rasululloh oldilariga keldilar. "Yo Ali, ha, keldim. Hali gapga javob topdim. Nima ekan? Allohligi uchun, sizni payg'ambarligingiz uchun xotinimni shahvatim bilan, farzandlarimni shavqatim bilan dedilar. Kim aytdi dedilar. To'g'ri dedilar. Kim aytdi? Qizingiz Fatima dedilar. Fatimada payg'ambarning qoni bor degan ekan. Payg'ambarimizni qarang, yaxshi ko'rishlarini bizni. Sizni bizni. Endi hozir payg'ambarimiz aytdilarki, "Men ummatimga otasidan, onasidan, farzandidan, o'zidan ko'ra suyukliroq bo'lmagunimga cho'r ummatimni iymoni mukammal bo'lmaydi" dedilar. Buni da nimasida keltiriladiki, kunlardan bir kun sahobalar bilan o'tirganlarida Hazrat Umardan so'radilar. "Ya Umar, meni yaxshi ko'rasizmi?" dedilar. "Ha." "Otangizdan ko'ra yaxshi ko'rasizmi?" "Ha." "Onangizdan ko'ra yaxshi ko'rasizmi?" "Ha." "Xotiningizdan ko'ra yaxshi ko'rasizmi?" "Ha." "Farzandlaringizdan ko'ra yaxshi ko'rasizmi?" dedilar. "Ha" dedilar. "O'zingizdan ko'ra-chi?" dedilar. O'ylanib qoldilar. Chunki payg'ambarimiz hayotlar o'sha joyda agar ha deb yorsalar, o'sha zahoti vahiy tushadi. Hazrat Umar yolg'on gapiryapti. Hazrat Umar 200lamachilik qilyapti. Tek qoldilar. Ko'zlaridan yosh oqish boshlandi. Ko'ynaklari ho'l bo'lish boshlandi. Rasululloh aytdilarki, "Ya Umar, iymoningiz mukammal emas ekan" dedilar. Kimga? Hazrat Umarga ya. Hazrat Umar kim edilar? Hazrat Umar Rasulullohni duolari sharofati bilan dinga kirgan edilar. Chunki Rasululloh duo qildilar, "Ey Alloh, dinga quvvat ber Hazrat Umarni dinga kirishlik bilan."
Hazrati Umar dinga kirishlari bilan azon oshkora aytildi. Hazrati Umar dinga kirishlari bilan namoz odamlar orasida Baytullohga chiqib o'qildi. Hazrati Umar tirikliklarda xushxabar berilgan zot. Hazrati Umar payg'ambarimiz vafot etganlarida kim agar meni do'stim Allohning habibi bo'lgan Muhammad alayhisalomni o'ldi deydigan bo'lsa bo'ynini olib tashlayman. Shu zotga nima deyaptilar? Iymoniy mukammal. Qiqir qilib yelkalari qimirlab yig'lashni boshladi. Rasululloh rahmlari kelib Hazrati Umarning yelkalariga qo'llarini qo'yuvdilarki, ilohiy bir nur qalbdan ajrab Hazrati Umarning qalblariga bordi. Bir qaltiradilarda, otam, onam fido bo'lsin sizga yo Rasululloh, o'zimdan ham ko'ra yaxshi ko'rar ekanman dedilar. Endi iymoningiz mukammal bo'ldi dedilar. Qarayna. Payg'ambarimizni yaxshi ko'rishlik qanday ham baxt. Siz bilan men ham yaxshi ko'ramizmi? Biror marotaba kechasi uyg'onib, chiroyli tahoratni olib, 2 rakat namoz o'qib, qiblaga qarab, ey Alloh, seni habibing, seni do'sting, seni 18 ming olam yaralishiga sababchi bo'lgan Muhammad alayhisalomni men juda ham yaxshi ko'raman deganmizmi? Qarayna. Rasulullohni bizni yaxshi ko'rishlarini qarang. Payg'ambarimiz vafotlaridan bir necha 100 yil o'tgandan keyin bir bola dunyoga keldi-yu, aqlini tanib katta bo'lganda Rasulullohga va sahobalarga muhabbati tushib qoldi-yu, yeyishda ham, kiyishda ham, yashashda ham men shularga o'xshayman deb harakat qildi. 6 yil deganda o'xshadi-da. Kunlardan bir kun o'ziga o'zi aytdi. Men dedi, katta sahobalarga emas-u, kichkina sahobalar bilan barobarman dedi. O'sha kecha tush ko'rdi. Tushida ot, orqasida arava, aravani o'rtasida Rasululloh, bir taraflarda Abu Bakr, bir taraflarda Hazrat Umar, bir taraflarda Hazrat Usmon, bir taraflarda Hazrat Ali. Sahobalar bir chekkada bo'lsa, haligi yigit ham o'tiribdi-da. Suhbat shu darajada maroqli, shirinki, otam arava ham suhbatga moslanib yuryapti-da. Toqqa ko'tarilyapti, sekin. Sahobalar ting'atgan ovoz yo'q, mazza qilib ketishyapti. Bir joyga yetganda bir tarafi jar, g'ildiray jar tarafga serg'aldi. Yigit sakrab tushdi-da, Rasululloh jarga tushib ketmasinlar deb tosh oqtargani ketdi. Toshni topib g'ildirayga qo'yay deb Rasululloh yiqilmasinlar deb g'ildiray tagiga shunday qaradi, sahobalar boshlarini qo'yib turishgan ekan g'ildirakka. Dod deb yig'ladi. Sahobalar boshlarini qo'ysa-yu, men tosh oqtargani tushibman. Katta sahobalar kichkina sahobalarni tinnag'iga ham barobar bas ekanman. Tavba qildim deb yig'lab dod deb yotdiki, o'zini ovoziga o'zi uyg'onib ketib qarasa tush. Ey Robbim, men tavba qildim, kechir meni, sahobalarga o'xshamas ekanman deb yig'ladilar. Endi bir o'ylab ko'ring. Siz ham men ham qarang. Aravada ketyapmiz deyin. Chekkada o'tiribmiz. Suhbat chiroyli, maroqli ketyapti-yu, hali joyiga yetganda g'ildiray serg'aldi-da. Biz ham sakrab tushib boshimizni qo'yamizmi yo tosh oqtaramizmi? Hozir aql egalari o'tiribmiz bu yerda. Gapni mag'zini chaqiydi xonlar o'tiribdi bu yerda. Aytingchi, boshimizni qo'yamizmi yo tosh oqtaramizmi? Bosh qo'yaman desak, u kallani zo'radi. Joy namozga bosh qo'ymayapmiz-ku. G'ildirakka qo'yamizmi? Qarayna, joy namozga qo'ymayapmiz-ku. Alloh o'zi bizlarga o'zini va rasulini muhabbatini ato qilsin. Muhabbatdan muhabbat bo'lur paydo, muhabbatsiz kishidan qochgin huvaydo deyilyapti.
Alloh muhabbat qilsa-yu biz muhabbat qilmasak, qiyomatga borganda qoch betdan desa, sur betdan desa nima deymiz? Qayerga qochamiz? Shuning uchun Alloh hammamizga Alloh o'zini muhabbati, Rasulullohning muhabbatini qalblarimizga sosini, muhabbatiga yarasha muhabbat bilan javob qaytarishlikda Alloh nasib aylasin. Duo qilamiz. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika.